Faqat savolni o'qib eshitiraman. Qanday massadagi 5% natriy gidroksid eritmasiga 320 gramm 10% misk sulfat eritmasi qo'shilganida hosil bo'lgan eritmada mis va sulfat ionlarining mol nisbati 2:5 nisbatda bo'ladi. O'zi misk sulfat eritmasidagi sulfat va mis ionlarining nisbati 1:1 bo'ladi. Lekin natriy gidroksid bilan o'zaro ta'sirlashganda bu yerda ma'lum bir miqdordagi mis cho'kmaga tushishini hisobiga o'sha sulfat bilan mis ionlarining nisbati 2:5 ni tashkil qiladi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz 320 gramm eritma tarkibidagi tuzni topib olish kerak bo'ladi. 320 gramm eritma 100% bo'lsa, 10% qanchasi? 32 gramm misk sulfat tuzi bor ekan. Ana endi uni tarkibidagi sulfat ionini topib olamiz, chunki eritmadagi sulfat ioni miqdori o'zgarmagan. 160 gramm misk sulfatda 1 mol SO4 ya'ni sulfat ioni mavjud bo'lsa, bizda 32 gramm berilgan. 0,2 mol sulfat ioni mavjud ekan. Endi eritmada sulfatga oid hech qanday cho'kma bo'lmaganligi uchun bu natriy sulfat tuzi ham eruvchi tuz hisoblanadi, yaxshi eriydi. Sulfat ioni o'zgarmayapti. Demak, mis va sulfat ioni 2:5 nisbatda bo'lsa, bizda 0,2 mol sulfat ioni hosil bo'lgan, eritmada mavjud. Buni tenglama orqali, proporsiya orqali topadigan bo'lsak, misning qolgan ionlar soni 0,08 ni tashkil etar ekan. 0,2 mol misk sulfat tarkibida 0,2 mol mis va 0,2 mol SO4 ya'ni sulfat ioni mavjud. Bizda 0,2 mol mis mavjud bo'lsa, demak undan 0,08 mol ortib qolgan bo'lsa, qanchasi reaksiyaga kirishgan, ya'ni qanchasi misk gidroksid cho'kmasiga aylangan bo'lsak, bu yerda 0,12 mol ta'sirlashgani kelib chiqadi. Ana endi bu yerni proporsiya orqali 0,12 mol bo'lsa, 1 mol misk sulfatimga 80 gramm natriy gidroksid sarflanadi. Bizda 0,12 mol qancha gramm natriy gidroksid sarflansa, 9,6 gramm ekan. Endi bizda eritmani foizini berganligi uchun mana shu 9,6 gramm natriy gidroksidim eritmani 5% ni tashkil etsa, bizga 100% qancha qilib topib olamiz? 192 gramm. Demak, 5% natriy gidroksid eritmasi qo'shilganida sulfat va mis ionlari nisbati 2:5 ni tashkil qilar ekan. Demak, to'g'ri javob A.